Assalomu alaykum, bu Inishobuz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokir. Do'stlar, bu galgi videomizda TikTokda, YouTube Shortsda juda ko'p reklama qilinayotgan avtomat o'yinchoq, ya'ni gidrogel o'qlarni, ya'ni Arbizi deyiladi, shunday o'qlarni otuvchi avtomat o'yinchoqlardan biri bilan tanishib olamiz. It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, mother. Mana shunday upakovka qilingan holatda yetib keldi. Demak, ushbu avtomatimiz AK-74 Kalashnikovning yoki Kalashnikov desak bo'ladimi? Qandaydir mana shu avtomat bilan yaqinroq tanishib olamiz. Ushbu avtomatimiz komplektida bu avtomat qismi mana bunday pritsel, o'qdon patron qismi, mana bunday tutqichi, lazer qismi, mana bunday fonarik, glушитель qismi, bu ham mana shunday glушитель, maxsus ko'zoynak, batareyka, yelkaga osib olish uchun maxsus tutqichi, qo'shimcha mana bunday tepasidagi qopqog'i, zaryadnik kabel hamda o'qlari kelgan. Menimcha mana shu pachkani o'zida 8000 ta yoki 10000 ta o'qi bor. Endi avtomatimizga mana shu qolgan jihozlarni hammasini terib chiqamiz. Birinchi navbatda mana avtomatimizni mana bu orqa tarafini to'g'rilab olamiz. Ikkinchida mana bu yuqoridagi knopkasini bosib tepa qopqog'ini olamiz hamda batareykani joylashtirib olamiz. Batareykani o'rnatib olganimizdan keyin yana yopib qo'yamiz. Keyin esa o'zimizga yoqqan biror bir pritsel o'rnatamiz. Mana bu pritseli hattoki ko'rsatar ekan. Haqiqiy ishlaydigan pritsel ekan. Demak, shu pritselimizni o'rnatamiz. Keyin esa pastki qismiga mana bu dastagini o'rnatib olamiz. Hamma jihozlarini birin-ketin hammasini o'rnatamiz. Mana bu esa lazer. Lazerni mana bu yon qismiga o'rnatamiz. Bu tarafiga esa mana bu fonarikni o'rnatish mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu lazer, mana bu esa fonarik. Bu qismi faqatgina menimcha shunchaki o'rnatib qo'yilgan, lekin ishlaydi. Mana bunisi ham ishlaydi. Mana bu yerda batareyka tegib qolmoqda. Buni yana qanday o'rnatish mumkin bilmadim, lekin mana shunday ishlar ekan. Endi uch qismiga mana bu glушителimizni o'rnatishimiz mumkin.
Mana bunday yoki mana buni o'rnatishimiz mumkin. Mana bunday. Menimcha mana bu chiroyliroq turibdi. Endi esa mana bu o'qdon, ya'ni patron bilan tanishib olamiz. Shu patroniga mana bu yerdan gidrogellarni solinadi. Haqiqiy o'qdondek ishlaydi. Mana. Endi bizning qurolimiz ishlashga tayyor. Ushbu qurolimizni mana bu qismi ham ishlar ekan, ko'ryapsiz. Mana shunday holatda, mana pastda, o'rtada hamda yuqoriga surib qo'yish mumkin. Eng pastda turganda mana bu tepkimiz ishlamayapti. O'rtaga olinganda to'xtovsiz otmoqda. Mana eng yuqorida esa mana bitta donalab otmoqda. Ushbu avtomatimiz o'qi mana bunday gidrogel hisoblanadi, ya'ni RBZ. Shu gidrogellarni suvga solib qo'yilganda 7-8 mm dagi kattalikka ega bo'lgan mana bunday soqqalar hosil bo'ladi. Ushbu soqqalar xavfsiz, chunki mana qattiq tegmaydi. O'sha aytganimizdek suv bilan shiriladigan, katta qilinadigan maxsus gidrogellar. Lekin baribir ko'zga o'tish xavfli. Hozir qanday o'qlashni ko'rsatib beraman. O'qdonimizni olamiz. Hamda maxsus o'qlarimizni mana shu yerdan solamiz. Yetarlicha o'q solib olganimizdan keyin mana bu knopkasini bosadigan bo'lsak, mana o'qlar mana bu yerdan chiqib kelayotganini ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana ko'ryapsiz-a? Hatto mana bu o'qdon ham haqiqiyga o'xshab ishlangan. Endi o'qdonimizni o'rnatamiz va avtomatimizdan o'q uzib ko'ramiz. Mana do'stlar, qurolimizni o'qlab oldik. Ovozini eshitishingiz mumkin. Endi biror bir nishonni mo'ljalga olib, qanchalik otishini sinab ko'ramiz. Mana bu idishlarni maxsus terib oldik. Hozir mana shu avtomatimiz yordamida shu idishlarni o'qqa tutib ko'ramiz. Birinchi bittalikda otamiz. Yaxshi otmoqda. Endi to'xtovsiz otadigan usulda otib ko'ramiz. Yigirma 30 metr uzoqlikdagi nishonlarni bemalol urish mumkin ekan. Mana do'stlar, ushbu avtomatimiz AK-74 avtomati bilan tanishib oldik. Endi ushbu avtomatni, o'yinchoq avtomatni nimaga bir sizga ko'rsatib beryapsan degan savolingizga, ushbu avtomatni ham internetda, YouTube'da, TikTok'da, o'sha YouTube Shorts'da juda ko'p reklamalarni ko'ryapsiz. Aynan mana shu emas, lekin mana shunga o'xshagan o'yinchoq avtomatlar, ya'ni gidrogelda RBZ o'qlarni otadigan, yumshoq o'qlarni otadigan avtomatlarni ko'ryapsiz. Va shulardan birini sizlarga qanday ishlashini
ko'rsatib berish maqsadida ushbu videoni tayyorladik. Ushbu avtomatning narxiga keladigan bo'lsak, $50 dan yuqori turishi aniq. Chunki ushbu bitta avtomatni o'ziga yo'l kirasini o'ziga $33 to'lov qildik. O'zini narxini hisoblamaganda yo'l kirasini o'ziga $33 to'lov qilindi. Endi o'zini narxi bilan hisoblasak, albatta $50 dan yuqori turadi. Shu va shunga o'xshagan avtomatlar barchasi o'sha $50 dan qimmat turadigan o'yinchoq avtomatlar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu qisqa vaqt davomida sizga qandaydir foydali ma'lumot berayotgan bo'lsak, biz juda ham xursandmiz. Mana shunday avtomat o'yinchoqlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, marhamat bizga aloqaga chiqing. Biz siz uchun buyurtma qilib, olib keltirib beramiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalimizda qolishda davom eting.